Bu da ketim aka yaman işençim ba bu keçilikке. Bunun birinci amili Xalmuratkan ba, ustazım. 4-chi qarar deganman endi hesapda takomillashgan hali pishqan sahna ko'ygan to'qo'shuvchi aylangan vaqtingda mana ahvolda texim astoydil bo'lmasan bu qitim qism ana o'xshamaydigan yaxshi rangdor temalar bilan sahnaga chiqmoqchi endi buningda o'zahning men endi bo'lmasam bo'lmaydigan muhim yeri ham shu bayon qismi obraz yaratish qismi endi bu da qismda endi oldingi qitim qaraganda endi bayon jihatda obraz yaratish jihatlarda ilgirlash bor o'zim ko'zim ko'rib turibdi ishimizki bu da 4-chi qarar kulki sahnasi menimcha chuqur her jihatdan to'shqon qo'yilgan holatda yaxshi chiqadi deb o'ylayman. 4-chi qatimda qadar shakl jihatdan, ifodalash jihatdan, ularning shu tema tanlash jihatdan amal bor, yangilik yaratish Xalmurat ustozning yetakchiligida amal bor shu yangilik yaratish temalarni, yangi temalarni qo'shish usullari, ularning shu sahnadagi har xil yangi omillarni biriktirish orqali oldingilarga qaraganda yangilik yaratish jihatda yana bir bal ustiga ko'tarishga tirishyapti. Shunga menimcha maqatimliq milliard sahnasida tomoshabinlar yangicha bir milliard sahnasi programmasi ham emas, balki ishda oldiga ilgirlab ketayotgan, buningki o'zini davomli yangiyotgan yangicha qiyofatdagi bir o'zaqni ko'ra oladi deb ishonamizda. Ishonmayman. Peyleni başlamdık ustaz. Başlaydi. Kettik. Allah bay degandek, zaten inim kılıvatkan ma iş, ama biz birleşme keçilik olsun, yakini özümüzden yarısı keçilik olsun, manın takat okşamayı çok nasılımızdaki ki. Şaka. Manın baş toxtatmayın, ama tabay degandek özü ağzına çıkıp git kasa yak çarçaş, yak birden keyfiyat sağ, kendi çekinginde bayqılıp da kaldı ya. Tüyüşü de. Tomoshabinlarni bir keyfiyat chiqadi. Şurada. Şunu da aka işleri gerek turuvatımız evde. Bek yaxshi o'tdi, bek yaxshi o'tdi. Bu da Xalmuratkan o'zi endi aldirash vaqtlarini ichida vaqt chiqarib, moshina to'xtab, texim o'lchamlik, o'zining shu o'lcham bo'yicha chiqsin deb o'zi boshlab Xalmuratkan o'tirib ko'p ajr qilyapti. Menimcha bu 4-chi burunqilarga o'xshamaydigan bir ideya bilan o'ziga xos bir yaxshi bir uslubda chiqadigan o'xshaydi bu da. Chiqib ko'p jabhat tatibsizlar Xalmuratkanni shu izchil mishada turib qilganning o'zi hamda siz uchun berilgan bir cho'ng omad desak bo'ladi. Chunki Xalmuratkan bek aldirash shu vaqt chiqarib mashina o'zi bosh bo'lib turishini o'zi bek cho'ng ish. Yaxshi bo'ladi deb kelibli bizdagi ishonchim bek eshib ketib o'ylaganimizdan betar. Cho'qim yaxshi bo'ladi 4-chi san. Vaqtiga shu sallarda bizim bo'limiz ko'rmas. Xalq ommasi shu milliard sahnasidan kutayotgan umidiga tushliq bir asarlar tayyorlanib turadigan bek xush bo'ldi. Ishlar yaxshi bo'lsin, jaboat atishlar Xalmuratga. Rahmat. Allah aytgan vaqt chiqarib bizni ahvolimizni so'rab kelsak-ku. Ahvol so'rab kelma dedi. Men bu ishlar bilan kelib qolamadim. Ishlar yaxshi bo'lsin. Rahmat aka. Vaqtınız Rahmat. Rahmat aka.